Yo'l transport hodisasi va qoidabuzarliklar hamda korrupsiyaning oldini olish maqsadida muhim tadbirga qo'l urildi. Tafsilotlar hozirgi lavhamizdan o'rin olgan. Yo'llarda yuk avtomobillarining vazn va hajm parametrlari elektron ko'chma tarozilar yordamida tekshirilmoqda. Yuk avtomobillarini belgilangan me'yorlarga amal qilishni uchun muhim. Yo'llarning qurilishi bir necha bosqichli nazorat amalga oshiriladi. Pudratchi nazorat qiladi, buyurtmachi nazorati bor, mualliflik nazorati bor va ularning ustidan barchasi transport nazorati inspeksiyasi tomonidan davlat nazorati. Shunga qaramasdan ba'zi yo'llarimizni ko'rasiz, bir yilga yetar yetmas turli ko'chishlar, buzilishlar holatlarga duch keladi. Aynan yuk avtomobillarining me'yorga amal qilmasdan harakatlanishi yo'lning ustki sathini ham va tagidagi qatlamlarga ham juda jiddiy zarar keltiradi va bu yo'llarning sifati buzilishiga olib keladi. Shu o'rinda barcha yuk haydovchilaridan so'rab qolardikki, o'sha belgilangan me'yorlarga amal qilgan holatda yuk ortsangiz, o'ziga ham qulay, avtomobil texnik holatda ham so'z bo'ladi. Yuqori ko'tarilayotganda, ayniqsa dovondan o'tayotganda harakat xavfsizligini ta'minlashga ham juda qo'l keladi. O'zi belgilangan me'yordan ortiq harakatlansa, boshqarishda ham noqulayliklar seziladi. Yuk avtomobillarining vazn va hajm parametrlariga rioya qilmasligi davlat byudjetidan moliyalashtiriladigan avtomobil yo'llari infratuzilmasiga ta'sir ko'rsatishi, qolaversa haydovchining hayotiga xavf tug'dirishi mumkinligi aytilmoqda. Tonaj herkesin için içeride. Men yuk mashinalari uchun belgilangan vazn me'yorlarini o'rinli deb hisoblayman, chunki ortiqcha yuklama tormoz tizimiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Yo'llarni ham tez buzadi. Men 28 yildan beri xalqaro yo'nalishlarda harakatlanib kelaman. Dunyoning deyarli barcha davlatlarida shunday talablar joriy etilgan. Chunki yuk me'yorida bo'lsa, yo'l infratuzilmasi ko'p yillar xizmat qiladi. Harakat xavfsizligi ham ta'minlanadi. Biz asosan MDH mamlakatlari bo'ylab harakatlanamiz. Ilgari O'zbekistonda ko'chma tarozilar yo'q edi. O'zgarishlar bo'lgan yaxshi. Men barcha haydovchilarga yuk me'yorlariga rioya qilishni tavsiya qilib qolaman. Ortiqcha yuk avvalo avtomobilni ishdan chiqaradi. Bu haydovchining cho'ntagiga zarar, ehtiyot qismlari esa juda qimmat. Ortiqcha yuk yo'llarning tez yemirilishi va xavfsizlikka tahdid demakdir. Shunday omillar avariya holatlari ko'payishiga ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Elektron ko'chma tarozilar esa qoidabuzarliklarni tezda aniqlab, yo'llarda tartib va xavfsizlikni ta'minlashga xizmat qilmoqda.